بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لكل من علمني حرفا رب زدني علما وفهما. Demek biz lozim va mutaaddi fe'lga kelibmiz. Lozim degani o'timsiz degani, mutaaddi degani o'timli degani. Masalan, jaa Zaydun, Zayd keldi. Bo'ldi, qolganiga o'tmaydi. Daraba Zaydun, Zayd urdi. Keyingisiga o'tadi. Masalan, daraba Zaydun Amron, Amrni urdi deyiladi. Xo'p, yana ham muallif o'zlari tushuntiradilar. Xo'p, biz fe'lning gohida maf'ulun bihiga muhtoj bo'lishini va gohida esa muhtoj bo'lmasligini o'rgangan edik. Ya'ni maf'ulun bihini qabul qilsa mutaaddi bo'ladi, qabul qilmasa lozim bo'ladi. Xo'p, nama fe'li maf'ulun bihiga muhtoj emas. Masalan, nimtu fi as-sa'ati al-'ashirati. Uxladim soat 10 da degan. Bu jumladagi fe'l nama mozi fe'lidir. Tu zamiri uning fa'ili bo'lib, bu jumlada maf'ul bihi yo'q. Xuddi shuningdek, tazhabu at-talibatu ila al-madrasati. Talaba qiz madrasaga ketyapti. Ijlis huna bu yerda o'tir. Nazartu ila as-samai. Osmonga qaradim. Xo'p, mana shu jumlalardagi nazara, jalasa, zahaba fe'llari ham maf'ul bihiga muhtoj emas. Yuqoridagi misollardagi kabi maf'ul bihiga muhtoj bo'lmagan fe'llar al-fi'lul lazim, o'timsiz fe'l deb nomlanadi. Lekin masalan zahaba, jalasa, nazoralarni maf'ulun bihiga o'tkazadigan mutaaddi fe'l qilsak bo'ladi. Agar muallif aytgan bo'lsalar, o'qib o'tib ketamiz. Xo'p, demak, mana shu holatda hozir tazhabu, jalasa, ijlislar, nazoralar bular lozim fe'l bo'ldi. Xo'p, agar sharibal maridu dawaa, bemor dorini ichdi deb aytsak, bu jumlada shariba kalimasi fi'l, al-maridu kalimasi fa'il, ad-dawaa kalimasi esa maf'ulun bihidir. Bu jumladagi shariba fe'li maf'ulun bihiga muhtoj. Va yana misol beryaptilar. Akaltu at-ta'ama, taomni yedim. Ra'aytul badra, to'lin oyni ko'rdim. Hal tafhamina ad-darsa, darsni tushunyapsanmi deb qiz bolaga, ayol kishiga aytilyapti. Xo'p, mana shu jumlalardagi fahima, ra'a, akala borku fe'llari. Mana shu fe'llari ham maf'ulun bihiga muhtoj. Demak, maf'ulun bihiga muhtoj bo'lmasa lozim fe'l, maf'ulun bihiga muhtoj bo'lsa u mutaaddi fe'l bo'ladi. Yuqoridagi misollardagi kabi maf'ulun bihini nasb qiladigan fe'llar al-fi'lul mutaaddi, o'timli fe'l deb ataladi. Al-fi'lul mutaaddi ba'zida bitta maf'ulun bihini va ba'zida esa bittadan ko'p maf'ulun bihini nasb qiladi. Ya'ni ba'zida bitta maf'ulun bihi kerak bo'ladi, ba'zida ikkita kerak bo'ladi, ba'zida uchta kerak bo'ladi va hokazo. Bu Janoh Tolibda kelgan. Xo'p, a'tol ustazu toliba jaizatan. Mana ustoz at-toliba birinchi maf'ulun bihi, talabaga jaizatan mukofotni berdi. Xo'p, mana shu jumlasidagi a'to kalimasi fe'l, al-ustazu kalimasi fa'il, qolgan ikkita kalima esa maf'ulun bihi bo'ladi. Birinchisi at-toliba kalimasi, ikkinchisi jaizatan kalimasi. Bundan a'to fe'l ikkita maf'ulun bihini nasb qilishligi bilinadi. Eslab qolaylik, a'to fe'li ikkita maf'ulun bihini nasb qiladi. Xo'p, arab tilida bundan boshqa ikkita maf'ulun bihini nasb qiladigan fe'llar ko'p. Ularni o'qiydigan jumlalar ma'nosini tushunishimiz davomida bo'lib olishimiz mumkin. Xo'p, quyida ana shu fe'llardan ba'zilari qatnashgan jumlalarni o'qing. Mana masalan, mana hani abi hadiyatan. Mana hanida yo mutakallim birinchi maf'ulun bihi, hadiyatan ikkinchi maf'ulun bihi bo'ladi. Abi fa'ili bo'ladi. Endi pastda mana jadvalda hammasini aytib o'tganlar. Allohumma atina rahmatan min indik. Ey Allohim, o'z huzuringdan rahmatni bizga ber. Mana atina da na. At'amtu tifli khubzan. Bolamga nonni yedirdim. Saqaytul marida dawaa. Kasalga dorini ichirdim degan endi. Albasatil ummu tiflaha al-qamisa. Ona farzandiga, go'dagiga ko'ylakni kiygazdi. Kasawtul faqira thawban. Kambag'alga kiyimni kiydirdim. Allamani al-ustazul qa'idata. Menga ustoz qoidani o'rgatdi. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allohim, albatta men sendan manfaatli ilmni so'rayman. Amin. Albatta ilm manfaat bermasa qiyomatda zarar bo'ladi. Bu dunyoda ham o'ziga zarar bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoladan doim
manfaatli ilm so'rash kerak. Xo'p, quyidagi keladigan jumlalarda qatnashgan fe'llarning lozim yoki mutaaddi fe'l ekanini toping. Tafahhatiz zuhratu mana. Gul ochildi degani. O'zi aslida masalan bir fe'l keldi, masalan ochildi. Undan keyin kim nima so'rog'iga javob bo'ladi, to'g'rimi? Nima ochildi? Gul ochildi. Endi mana shundan keyin kim nimadan keyin kimni nimani degan savol bo'lmasa, u lozim fe'l bo'ladi. Endi kimni nimani degan savol bo'lsa, bunda u mutaaddi fe'l bo'ladi. Masalan mana yaghfirullohu, Alloh kechiradi. Kim kechiradi? Alloh. Nimani? Nimalarni? Az-zunuba, gunohlarni mana. Kimni nimani so'rog'iga javob bo'lsa, u mutaaddi fe'l bo'ladi. Kim nima so'rog'iga javob bo'lib, shu bilan kifoyalansa, u lozim fe'l bo'ladi va hokazo. Buni tarjimalarini o'zimiz qilib chiqamiz, lug'atlardan bilib olib. Qur'ondan albatta mana muallif doim misol keltiradilar. Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana qizilda ham belgilab qo'yilgan. Xo'p, hamzaning ta'diyati. Quyidagi keladigan jadvalga e'tibor bering hamda birinchi va ikkinchi ustundagi fe'llarni qiyoslab ko'ring. Masalan, jalasa tiflu alal kursiy. Bola o'zi kursiga o'tirdi degani. Endi unga jalasaga hamzani keltirsak, ajlasa rajulu tifla alal kursiy bo'ladi. Mutaaddi fe'lga aylanadi. Ya'ni bu yerdagi hamzaning ta'diyati dedilar-ku, bir lozim fe'lga mana shu hamza kirib kelsa, nima bo'ladi? Mutaaddi qiladi. Buni endi biz sarf ilmidan o'rganganmiz, to'g'rimi? Janoh Tolibda yoki mukammal sarf darsligi yoki boshqa o'qigan sarf kitoblarimizda bir lozim fe'lni boshqa bobga o'tkazilsa, mutaaddi fe'lga aylanadi, to'g'rimi? Mana yana xarajal aduwwu min baladina. Dushman bizning shahrimizdan chiqib ketdi. Alhamdulillah, chiqib ketsin ham. Akhrajanal aduwwa min baladina. Mana. Akhrajana. Yuqorida nima bo'ldi? Dushman shahrimizdan chiqib ketdi. Bu yerdachi dushmanni shahrimizdan chiqardik. Bu yerda endi akhrajna bo'ladi. Jimda sukun bo'ladi. Tushunarli? Dushmanni shahrimizdan chiqardik. Akhrajna bo'ladi. Xato chiqib qoldi. Zoharal haqqu. Haq zohir bo'ldi. Zoharallohul haqqo. Alloh haqni zohir qildi. Endi bu yerda azharallohul haqqo deymiz. Hamzani keltiramiz. Labisa tiflul qamisa. Va hokazo ketaveradi endi bu yoq. O'zimiz o'qib qo'yamiz. Xo'p. Birinchi, ikkinchi va uchinchi misollarda jalasa, xaraja, zohara fe'llarini ko'ramiz. Bu fe'llar maf'ul bihini talab qilmaydigan lozim fe'llardir. Bu fe'llarning oldiga hamzani ziyoda qilsak, azhara, akhraja, ajlasa desak nima bo'ladi? Maf'ul bihiga o'tib mutaaddi bo'ladi. Maf'ul bihiga o'tib mutaaddiga aylanadi xolos. 4-chi, 5-chi va 6-chi misollardagi fahima, alima, labisa fe'llarining hammasi bitta maf'ul bihiga o'tadi. To'g'rimi? Endi bularga hamzani keltirib qo'ysak nima bo'ladi? Ikkita maf'ul bihiga o'tadigan bo'ladi. Mana yuqorida labisa tiflul qamisoda bola ko'ylakni kiydi bo'lsa, keyingisida ona bolaga ko'ylakni kiygazdi. Xullas aytmoqchilarki, agar fe'l lozim bo'lsa, unga hamza keltirsak avvaliga mutaaddi bo'ladi. Endi o'zi fe'lni o'zi mutaaddi bo'lsa, bitta maf'ul bihiga o'tadigan bo'lsa, unga hamzani keltirsak ikkitaga o'tib ketadi. Lekin masalan alima bor-ku, alimani o'zi agar adashmagan bo'lsam, Janoh Tolibdan ko'rib olamiz. Alimani o'zi masalan ikkita maf'ul bihiga o'tsa, shunda hamza kelsa, uchta maf'ul bihiga o'tadi. Tushunarli? Alima fe'li o'zi aslida ikkita maf'ul bihiga o'tsa, hamza kelgandan keyin uchtaga o'tib ketadi. Masalan, alimtu Zaydan aliman. Zaydni olim deb bildim bo'lsa, a'lamtu deb keltirsak bo'ladi. Misoli yodimdan chiqdi. Janoh Tolibda bor edi o'sha. Uni bir o'qib olamiz. Vallohu a'lam. Xo'p, demak, fe'llarning oldiga qo'yiladigan bu hamza hamza-i ta'diya deb nomlanadi. Ya'ni hamza-i ta'diya degani mutaaddi qiladi degani. Mutaaddi qiluvchi hamza degani, sodda qilib aytsak. Chunki bu hamza lozim fe'lni mutaaddi fe'lga, bitta maf'ul bihiga ta'diyat qiladigan fe'lni ikkita maf'ul bihiga ta'diyat qiladigan fe'lga aylantiradi. Mana dakhala yadkhulu udkhul kirdi degani. O'zi maf'ul bihidan qabul qiladi. Adkhala yudkhilu adkhil. Yadkhulul mu'minal jannata. Mu'min jannatga kiradi. Mu'minlar. Yudkhilullohul mu'mininal jannata. Alloh mu'minlarni jannatga kirgizadi.
O'zi mana tarjimasini hammasini berib o'tganlar. Endi o'qish shart emas. Bitta ko'raylik. Boyadagi tepadagi xato bo'lib qolmasin, axrojnaga o'xshab. Buni endi o'qib chiqamiz, xo'p. Yodlasak yaxshi. Keyingisi fe'lni lozimdan mutaaddiga o'zgartirishning hamzadan boshqa yana bir yo'li uning ikkinchi harfini ikkilantirishdir. Quyidagi jadvalda keladigan misollar kabi. Masalan, hafiztu suratal baqarati. Baqara surasini yodladim bo'lsa, haffazani abi suratal baqarati. Otam menga Baqara surasini yodlattirdi. Yodlatdi. Demak, o'rta harfni ikkilantirib yuborsak nima bo'ladi? Yana maf'ul bihi o'tib ketadi. Masalan, farihat zawjati bil hadiyati. Ayolim hadiya sababli xursand bo'ldi. Farrahatil hadiyatu zawjati. Hadiya ayolimni xursand qildi. Mana shunday, ya'ni lozim fe'l bo'lsa mutaaddiga aylantiradi. O'zi mutaaddi fe'l bo'lsa, agar mana shunday o'rta harfini ikkilantirsak, ikkitaga o'tishi mumkin. Xo'p. Va hokazo mana. Yanjus sodiqu, rostgo'y odam najot topadi. Yunajjis sodiqu sohibahu, rostgo'y odam o'z sohibini qutqarib qoladi. Va hokazo. Nazalal Qur'anu bil huda wan nur. Qur'on hidoyat va nur bo'lib nozil bo'ldi. Keyingisida nazzalallohul Qur'ana bil huda wan nuri. Mana Alloh taolo Qur'onni hidoyat va nur bilan nozil qildi. Va hokazo. Xo'p, ana endi jadvaldagi fe'llarni oxirigacha tuslang. Hadara yahduru uhdur, ghadiba yaghdabu ighdaba, ta'iba yata'abu it'aba, sa'ida yas'adu is'ada. Qilib ketaveramiz. Dama yadumu dum, da'a yadi'u di', salaha yasluhu usluh qilib. Af'al sulasi, af'al ruboiy deganlar. Ahdara yuhdiru ahdir. Endi bularni sarfni o'qigan talib ilmlar bo'lsa qiynalishmaydi. Shuning uchun mukammal sarf darsligini yoki yengilroq sarf ilmini o'rganib keyin bunga tushsa yaxshiroq bo'ladi. Keyingisi nuqtalar o'rniga to'g'ri javobni yozing deyiladi. Alloh huvallazi yuhyil mauta bo'ladi. Alloh shunday zotki, o'liklarni tiriltiradigan zotdir. Mana akhrajal islamun nas minaz zulumati ilan nur. Islom insonlarni zulmatlardan nurga chiqardi. Zulmatlar mana bir qancha, lekin nur bitta. Law samahta ya ustadi, agar hop desangiz, ruxsat bersangiz, ey ustozim, afhimni hazihi alqa'idata, mana bu qoidani menga tushuntirib bering. Odob bilan aytiladi. Va hokazo, buni o'zimiz qilaylik. Doim mashqni yechayotganimda bir shogird esga tushadi, mashqni o'zimiz qilsak yaxshi edi deb. Bu yog'ini o'zingizlar, ya'ni yoningizdagi sheriklar bilan qilsangiz yaxshi. Xo'p, jumlalardagi lozim fe'llarni mutaaddiga o'zgartiring va namunadagi kabi ularning ma'nolarini yozing deyiladi. Halakaz zolimu, mana ahlakallohu zolimina. Tahyal qulubu bi zikrillahi, mana Allohning zikri bilan qalblar tiriladi. Yo'masam Alloh yuhyil quluba bo'ladi. Alloh taolo qalblarni tiriltiradi. Bi zikrihi, Allohni zikr qilishlik bilan. Va hokazo. Masalan, g'adibal mudiru minal muwazzafi. Mudir xodimdan g'azablandi. Aghdabal mudiru al muwazzafa desak, mudir xodimni g'azablantirdi. Xodimga g'azab qildi deymiz. Xo'p, sa'idtu bi ziyaratik va hokazo. Mana bungalar shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-sawab.